Qo'llaringizni odatdagidan 2 barobar tezroq semirtirish mumkinligini bilasizmi? 99% chorvadorlar buni bilmaydi, lekin men sizga bu sirni ochaman. Ratsion balansida 3 ta oltin qoida bor. Qo'ylarni semirtirishda eng katta xato ko'p yem berish. To'g'ri ratsion bo'lmasa, qo'y ortiqcha ovqat hazm qila olmaydi va semirish o'rniga kasal bo'ladi. Mana 2 barobar tez semirish uchun oltin formula. Birinchisi protein, mushak massasi uchun, arpa va soya shuroti. Ikkinchisi energiya, tez vazn qo'shish uchun. Jo'xori yorma, bug'doy yorma va arpa. Aksincha, arpani butunligicha bering. Uchinchisi vitamin va minerallar, hazm va immunitetni kuchaytiradi. Bularga yalama tuz va premix. To'rtinchisi yashil ozuqa, oshqozon faoliyatini yaxshilaydi. Bularga bedepres va yer yong'oq pressi aralashtirib berish kerak. Beshinchisi va albatta asosiysi tartib. Kuniga 3 mahal bir xil vaqtda yem berish. Kommentariyada ratsion deb yozing, men sizga bepul to'liq ratsion jadvalini yuboraman.